Mana asruvchilar xaridlarni qildik. Kayfiyatimizni ko'taradigan darajada qo'yish narxlarni tashrif buyuringlar. Albatta guvoh bo'lasizlar narx-navoga. Haqiqiy Urizorni eslatib oladi. Negaki Urizor filiali bu. Profission sayti orqali ochilgan. Mana bu yerda obzor qilganmiz. Lokatsiyalarni tashlab berishadi. Nomer albatta video tagiga joylashtirib qo'yamiz. Ustozimiz Anvar aka, qadrdon ustozimiz Abdazim aka xaridlar qildik. Anvar aka maqtashga arziydigan deb bana. Maqtashga arziydi. Azim aka nima deysiz bu? Yana bitta maqtovli joyini aytaymi? Ayting. Sotuvchini muomalasi ko'ngilga yoqadigan. Birinchi navbatda sotuvchini muomalasi. Har bitta savdoda, har bir sohada albatta muomala birinchi o'rinda turadi. Keyin xaridorni ko'ngil ochuvlik bilan kutib olyapti. Birinchi navbatda fishkasi bu do'konni shu deb hisoblayman. To'ppa-to'g'ri. Duo teggan do'kon albatta. Inshaalloh. Eng kerakligi yana bittasi ustoz. Sotuvchimizni o'zlarining xabarlari bor ekanda. Eng qizig'i menga yoqqan joyi sotuvchimiz ham bizning yo'nalishimizni bitirishgandi. Har sohadan bor ekan. Har sohada. Uni emas, uni deb maslahatlashib xaridlar qildik. Yangi ochilgan joyi fayzini bersin, fayzli bo'lsin. Amin. Kelgan odamlarni ko'nglini xushlaydigan do'kon bo'lib qolsin hamisha. Shu anu siz og'zilari sanga bormaydigan sotuvchi hamisha shunaqa siz keling. Sizga mana bu narsa kerak ekan. Mana buni olib beraman, mana buni topib beraman. Qancha kerak? Mana buncha kerakmi? Shunchasini topib beraman deydigan sotuvchi ekanlar, shunaqa bo'lib qolsinlar oxirigacha.